hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda keng обсуждениyaga sabab bo'layotgan Epstein haqida birinchi marta men eshitganimda, video rasmlarini ko'rganimda birinchi bo'lib xayolimga bitta kino ko'rgan edim. Zvuk Svobody degan film bor edi, agar ko'rgan bo'lsangiz. Sound of Freedom deb nomlanadi. Amerika tomonidan ishlangan. Bu kino qo'yilgandan keyin tomoshabinlar tomonidan juda ham katta bahs-munozaraga sabab bo'lgan, chunki bu hayotdan olingan deb aytilgan. Eshitgan edim, juda ham ko'p davlatlarda bu kinoni zapret qilib qo'yishgan ko'rishi. Bu filmda Rossiya va Miguel degan aka bo'ladi va ularni aldov yo'li bilan o'g'irlashgan bo'ladi. Va ukasini umuman boshqa joyga, opasini umuman boshqa joyga sotib yuborishgan bo'ladi. Filmda ukasini topilgan qilib olishgan, lekin real hayotda ukasi topilmagan. Opasi bo'lsa qanaqadir juda ham boshqa uzoq joyga sotilgan bo'ladi. Juda ham qattiq yo'qlanadigan joy bo'ladi. U yerga begona odamlar umuman kirish mumkin emas. U opasi qul bo'lib va juda ham o'zidan katta yosh kishiga jinsiy zo'ravonlikka uchragan bo'ladi. Tim Ballard ismli agent qancha qidirgan sari buni tagida juda ham katta odamlar va juda ham katta biznes ketayotganini tushunadi va bitta katta biznesmen odamni ortiga qo'yib juda ham o'sha tepasidagi odamni ushlashga harakat qiladi va o'sha qanaqadir ostrovga olib borib hamma bolani sotmoqchi bo'ladi. Kinoning oxirida o'sha tepadagi odamlarni tutishadi. Epstein haqida eshitganimda birinchi bo'lib shu film xayolimga keldi. Bizda ham qancha farzandlar, bolalar yo'qolib qoldi va davom etmoqda. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar va bu kinoni ko'rishlarni maslahat beraman.